Wow, o'ta go'zal qurolim borda. Shu qurolimdan foydalana olmayapman, chunki foydalanish juda ham yomon. Quroldan umuman foydalanishni hech kimga maslahat bermayman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha kuzatinglar, chunki bugun qishloqda qanaqa sarguzashtlar bo'ladi. Kechirasan. Iltimos beri kechir. Nima kechirishim kerak? Uyni yoniga yotganim uchun-da. Nimaga uyimni yonida yotasan? Bor uzoqda o'ynash uchun emasmi? Bu yerda yotmagan meni uyimni oldida. Sen nima, bomchxonada o'ylayapsan men uyimni yonini? Davay, meni ulashishingni olginda bu yerdan so'r davay. Iltimos, shu yerda yotib turganda bir ikki hech narsa qilmaydi-ku. Yo'q, hech narsa qiladi. Olib ket deyapman. Bu narsalar nima qilyapsan bu yerda olib o'tirib? Olib ket davay, bu yerda turmasin hech narsa. Men ketdim, qarochi. Survordim, narsasini qoldirib obunachilik tushunmadim. Mayli, kanalga obuna bo'linglar dedimmi? Degan bo'lsam obuna bo'lib qo'yaveringlar. Atak keyin videoni oxirigacha ham ko'ringlar, chunki mana bomich nimaga bunaqa qildi tushunmayapman. Lekin bu bomich qanaqadir bomich ekan, ko'rdinglarmi? Bomichligini, вообще bomichligidan tushunib oldim. Bu bomich juda ham bomich ekan. Chunki bomichda o'zi. Xo'p, polza ekinlarimni yig'ib olay, bo'lmasa mana bomich bo'lib qolishi mumkin. Agar bunaqa polza ekinlarim bo'lmasa, bularni sotib turib pulini olmasam yoki bu narsalarni yemasam, o'sha bomich Pro Max bo'lib qolaman. Bomich bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Kommentariyaga yozib qoldiringlar va bomich bo'lish uchun nima qilish kerak? Uni ham yozib qoldiringlar. Bunaqa yozinglar. Birinchi bomich bo'lish uchun nima qilish kerak, keyin bo'lmasligi uchun nima qilish kerakligini yozib qoldiringlar. Shunda bomich bo'lishni xohlamaganlar o'sha narsalarga amal qiladi. Tak hozir kartoshkalardan bitta chirik chiqib qoldi. Nima shunaqa chirik chiqib qolyapti tushunmayman. Qurtlar faqat bitta kartoshkaga kirib olyapti nimagadir. Hamma kartoshkaga kirib olsa, lekin dabdala bo'ladi. Bor umuman kartoshka ola olmayman va shu bilan kartoshka free biznesim tugaydi. Ya'ni kartoshka free tayyorlab sotyapman, o'sha biznesim tugaydi. Biznes qila olmay qolaman, pul kelmay qoladi, dabdala bo'ladi. Hozir polizdagi hosillarni olib borib Janomerga beraman albatta. Lekin ana u Jitilga to'slasam juda ham rahmim kelyapti. Bom Jitilga. Assalomu alaykum Janomer. Va alaykum, Jo'xa kelmagan, soliqlarni olib keldingmi? Ha, olib keldim janob. Hozir o'sha joyga qo'yib qo'yaman, doimgi joyga. Ha, bo'ldi. Nima buncha boshingni qimirlatsan? Endi shunaqa siz bilan mana shunaqa gaplashishni yaxshi ko'raman, bilasiz-ku. Ha, yaxshi, mayli. Qarochi, borib ishlaringni ko'runda. Ha, mayli. O'zi bitta bomich paydo bo'lib qopti qishloqqa. Ha, unda yo'qot o'sha bomishni. Qayerga yo'qotaman? Uni yo'qotib bo'lmaydi-ku. Bilmadim, yo'qot. Bo'pti. Qarochi, obunachilar, men unga juda ham rahmim kelyapti. Yaxshisi unga bitta uy qurib bersamchi, mana shu uyda remont qilib, cho'tka qilib bersam bo'ladi-ku. O'sha uy baribir bekorda yotibdi. Hech kim yashamaydi ham. O'sha bomich xursand bo'ladi, keyin duo qilib qo'yadi meni. Duo qilib qo'ygandan keyin ishlarim yaxshi bo'lib ketadi. Hozir mana bu asbob uskunalarimni olib borib turib o'sha uyni remont qilishni boshlayman. Yordam beraman o'sha Jitelga. Qurol olib o'tirishim shart emas. Qurolni olib borsam bomich joniga mendan qo'rqadi-da, qochib ketadi. Qochib ketgandan keyin yordam berganimda nima foydasi bo'ladi? Вообще-то Jitel nima qilyapsan bu yerda? Beri kechir, men narsalarni olib ketgan kelgandim. Yo'q, mendan qo'rqma. Men senga uy qurib bermoqchiman. Mana uy bor, o'sha remont qilmoqchiman. Rostdanmi? Ha, rostdan o'sha uyga qarochi seni ko'chirmoqchiman. Rahmat, boriga shukr, Jo'xa, sen yaxshi odam ekansan. Ha, yaxshi, ma'lum. Qarochi, borib bemalol o'zingni narsalarni yig'ishtirib kelgin. Keyin narsalarni yig'ishtirib kelgandan keyin o'sha uyda ichiga joylashtirib olasan, tushunyapsanmi? Ha, tushundim, Jo'xa, senga rahmat kattakon. Ha, arzimaydi. Qarochi, qayerda o'zi narsalaring seni? Mana bu tomonda, chap tomonda. Mana shu chap tomonda edi. Ha, mayli, olib kelgin, keyin men borib qurishni boshlayman o'zi. Tagoyda chirik kartoshka bor, olib olmagan, qaytarib turib o'zim tashlagandim u ko'chada. Hozir mana bu narsalar qilichim yo'qmidi o'zimda, bu qilichim yo'q ekan. Mana bu o'rgimchak to'rlarini nimadir qilib olib tashlash kerak bu yerda. Bilmadim, lekin qanday olib tashlashimni. Xo'sh, hozir mana bu tomondan borib bir ikkita daraxt tosh bosh yig'ishtirib kelish kerak, chunki uyni cho'tka qilib remont qilish uchun bizga yetarlicha instrumentlar, asbob uskunalar, narsalar kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu yerdagi narsalar hozir hammasini yig'ishtirib olaman bir chekkasidan. Mana bo'ldi. Takoy normalniy tosh daraxtlar juda ham ko'p daraxtlar, lekin kesish unchalik ham yaxshi emas. Ilojim yo'qda, lekin baribir qurilish uchun bizga daraxtlar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Daraxtni kesmaslikka harakat qilaman ilojim boricha, lekin aytayman, baribir kesmasak hech ilojimiz yo'q bu narsalarni. Tak, mana yana bir ikkita olsam bo'ladi. Qaytarib ekib qo'yaman albatta daraxtni har doimgidek, chunki bitta daraxt kessang 1000 ta daraxt ek degan. Hozir bitta daraxt ekib ketganim sababi daraxtdan bitta daraxt tushdi. Agar ko'proq daraxt tushganda hammasini ekib ketardim. Xo'p, mana va mana nechta daraxt bo'ldi? 22 ta. 22 ta, menimcha obunachilar yetsa kerak. Yetmay qoladigan bo'lsa, o'rmon bir qadam yoki 2 qadammi, bilmadim, qadamni o'lchab ko'rmaganman. Karoshda keyin mana shu yerga olib ketsam bo'ladi bemalol. Tak, hozir
nimaga shaxtaga tushamanda tosh olib chiqaman. Tosh olib chiqqandan keyin o'sha toshlar yordamida bir ikkita toshli qismlari bor. O'sha joylarni ham sozlab oraman. Tak mana bu yerda zinacha bor. O'sha zinachadan tushib borish kerak. Shaxtaga maymunga o'xshab sakrab tushmasdan farosatlar bilan chiroyli bo'lib, aqlli bo'lib tushish kerak. Shaxtaga tushayotganimni hech kim ko'rayotgani yo'q. Bu yerga tosh qo'yganim qanaqasiga yo'q, toshni olganim qanaqasiga joyiga paydo bo'lib qoldi tushunmadim. Kimdir tosh qo'yib ketdimi yoki qazilashmoqchi bo'lyaptimi kimdir qaysidir yetilmay prak qilmoqchi bo'ldimi yo bilmadim. Короче, toshni qo'ygandim, lekin joyiga qaytib tosh paydo bo'lib qoldi. Bu nima degan gap obunachilar? Sizlar tushundinglarmi yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlar agar tushungan bo'lsanglar realni. Xo'p, mana toshlarni hammasini yig'ishtirib olaman tez-tez. Lekin aniq sanab kelmayapman-da qancha tosh kerakligini. Ko'proq tosh kerak menimcha juda ham, chunki uyni deyarli hamma qismi remont talab bo'lib qolgan. To'liq remont qilib bo'lganimdan keyin JTLni xursand qilaman. Eshigiga, o'sha uyda eshigiga bomichka deb yozib qo'yaman qizil qog'ozchan ustiga. Keyin u qaraydi, "Wow" deydi, o'zini hushdan ketib qoladi, o'zini yo'qotib qo'yadi. Keyin nimadirlar bo'lib ketadi. Короче, hozir men bu o'to'lanlarni bu yerdan tozalayman birinchi o'rinda. Shu o'rgimchak to'rlarni yo'q qilish uchun bizga bitta короче nima kerak edi? Hozir to'xtaylik, bitta taxta yetadi. No, hammasini taxtaga aylantirib olishim shart emas. Bitta verstak kerak bizga, bir dona yet. Obbo, 3 ta, nechta, obbo, 6 ta verstak yasab boribman. Nima qilaman 6 ta verstakni? Voy, jindi, вообще jindi ekanman, qaranglar. Mayli turib tursin, hozir hammasini taxtaga aylantirib borayanda. Endi bizga короче tosh to'xtaylar-da, bizga cho'p kerak aytgancha avval. Bitta cho'p olamizda, keyin bitta qilich yasab olishimiz kerak. Tushunmadim. G'alati narsalar o'ylab topibman, ko'ryapsizlarmi? Tak, mana qilich. Endi o'rgimchak to'rlarni bemalol yo'qib chiqsam bo'ladi. O'to'lanlarni ham shu bilan yo'qib chiqsam ham bo'laveradi. Короче, bitta qilich bilan hamma narsani qilib tashlasam ham bo'lar ekan. Faqat topor bilan qilinadigan yoki kirka bilan qilinadigan ishlar qilib bo'lmaydi. O'sha ishlarni agar qilib bo'lganda juda ham takoy bo'lardi. Ularni menimcha вообще-то hech qaysi asli o'z kunlar bir-birini ishini qila olmaydi. Ya'ni misol uchun kirka bilan daraxt chopib bo'lmaydi yoki topor bilan tosh maydalab bo'lmaydi. O'zingizlar bilasizlar yaxshi. Xo'p, mana bu yerdagi zinalar, nima zina deyapman, derazalar kerak emas bizga вообще-то. Xo'p, yana nima narsalar qoldi? Bu yerda mana bunaqa qilib yopamiz. Keyin bu taxtani olib tashlaymiz, chunki qiyshiq qo'yib yuboryapman. Qo'lim qiyshiqda o'zi mana to'ma qiyshiq qo'l. Tak, mana bu yerni ham hozir toshini olib tashlaymiz. Doim bu yerga ham taxta qo'yib yuborish kerak. Ishi realni taxtadan bo'lishi kerak, to'liq hamma yog'i. Mana bunaqa qizarib ketgan taxtalarni yo'q qilish kerak. Qizil taxta bu yerga вообще kerak yo'q narsa. Chunki qizil taxta bo'lsa uyning ichi вообще xunuk ko'rinadi. Tak, mana o'ynani ham berib kerak yo'q. Umuman olganda bu tomonni ham tozalab olish kerak. Tak, hozir qaranglar. Mana bu tomonni full yopib tashlaymiz. To'liq o'ynab bo'lish shart emas bu yer. Hop, mana bu yerda zina bor edi. To'xtanglar, bekor zinani olib tashladim. Mana tosh olib tashlash kerak axir. Tak, daraxt qo'yib chiqish kerak bu tomonga endi. Tosh qo'ysak ham farqi yo'q, chiroyli turardi-yu. Tosh qo'yamiz chiroyli qilib. Chunki daraxtim yo'q hozir menda. Daraxt bo'lganda daraxt qo'yardim, to'liq hamma yoq daraxt chiqardim. Mana taxtani berib qo'yamiz. Mana bu qizarib ketgan. Nima uchun qizarib ketgan bilayapsizlarmi? Men tushunmayapman. Lekin quyoshda qolgani uchun qizarganmi? Hayronman. Menimcha quyoshda qolgan rostdan ham bu yerga tosh qo'yamiz, albatta fundamental qism hisoblanadi bu tomon. Uy qurishni o'zi ustalardan ko'ra normalni bilsam kerak. Ustalar mendan zo'r biladi. Chunki ular ustada. Men usta emas. Usta bo'lganimda ham ulardan zo'r bilaman desam bo'lardi, lekin men usta emasman. Minecraftda ulardan ko'ra zo'r uy quraman, chunki ular Minecraft o'ynashni bilmaydi-da. Xo'p, ana endi mana bu yerga taxta ikkita ildirib yuboramiz. Obbo, qo'limga har qo'nsin. Xo'p, mana va mana juda ham ajoyib. Bu tomon, orqa tomoni full ochiq ekan. Bu tomonni yopamiz, конечно. O'to'lanlar birinchi yoqib chiqish kerak. Bular nimaga shu uyni atrofiga o'sib qolgan, hayronman. Nimaga bunaqa qilgan? O'sishga boshqa joy topilmaganmi? Obbo, bu yerga taxta qo'yish kerak-ku. Nima cho'p qo'yib yubordim. Tosh qo'yib yubordim. Qanaqa cho'p qo'yib yubordim? Gapni qaranglar. Noto'g'ri gapirib qo'yibman. Mana bu tomondagi короче zinalar to'g'rilib chiqish kerak. Mana bu yerda tosh bo'lish kerak ekan. Nimaga taxta qo'yilgan? Hayronman. Menimcha adashib qo'yilib yuborilgan yo'q. Okey, mana bo'ldi. Tepa qismi albatta taxtadan bo'ladi. Xo'p, ana endi zina yasab chiqish kerak. O'to'lanlarni chopamiz bu yerdan. Kerak emas. Xo'sh, ichkari kirib zina yasab chiqaman hozir. Menimcha juda ham chiroyli chiqyapti. Bo'mich voобще xursand bo'ladi ko'rsa. Yo, Joxa, sen rostdan ham menga zo'r uy qurib berding. Senga otangga rahmat. Seni bobongga rahmat. Seni buruq nima deyapman? Butun hamma yaqinlaringga rahmat deydi. Keyin mana bo'ldi. 24 ta menimcha takoy yetib qoladi. Normalli. Xo'sh, endi tepaga chiqamiz. Ikkinchi qavatga eshitib bitta ildirib yuboraylik. Chotki mana ko'ryapsizlarmi? Вообще takoy bo'ldi. Hop, tepaga chiqdim. Ana endi tepa qismini to'g'irlashni boshlaymiz. Bu yerda bitta ikkita короче o'rgimchak to'rlar bor ekan. O'shalarni ham yo'q qilish kerak. Chunki o'rgimchak to'rlar bu yerda tursa yopishib qoladigan bo'lsam, keyin tushish problema bo'ladi. O'to'lanlar. Nahotki hamma yoqda o'to'lanay. Nima qiladi o'to'lanlar bu yerda o'sib?
Bu yerga tak mana buni qo'yamiz, tak buni qo'yamiz. Mana bu yerga ham zina qo'yishimiz kerak. Hozir tak hozir pastmonroqdan obbo tushib ketdi. Mayli, pastdan qo'yib chiqamiz kakras. Xo'p, mana akay. Tak. Bu tomonda qayerda kam? Mana bu yerga ham bor ekan. Bu yoqda zina shaklida qilib qo'ysam ham bo'lar ekan. Bo'ldi. Tak o'zi shu yerga chiqishimga yetar ekan. Mana bu tomondan bitta qo'yamiz. O'rtasiga albatta taxta qo'yib yuborish kerak shekilli. O'rtaga taxta qo'ymasak xunuk bo'lib qolar ekan o'zi. Mana va bitta tomon qoldi. Shu tomonga ham qo'yamiz. O'rtaga bitta taxta qo'yib yuborish kerak. Zinani o'zidan qo'yib yuborsam ham bo'ladi-ku. Mayli, taxta qo'ysam chiroyliroq chiqadi. Menimcha ochiq joyda o'zi qolmadi, hamma yoq takoy chiqdi. Mana bu to'lanlar bor ekan, ularni chopamiz bu yerdan. Va mana bu qizil taxtalar kerak emas. Mana bu yoqda bitta zina qo'yilmagan joy bor ekan. O'sha joy bilan mana bu zina qilgan joyimdagi joyga zina qo'yaman, ya'ni zinani joyiga zina qo'yaman. Tushundinglarmi gapimga? Mana aka. O'ta takoy uy bo'ldi, borib bunaqa uyda umrida ko'rmagan bo'lsa kerak u bomich. Chunki bunaqa g'alati uyda umuman yashab ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Chunki juda ham g'alati chiqdi. Uy kech tushyapti. Hozir kech bo'lmasdan olib kelib joylashtirishim kerak. Tak unga bitta pechka yasab beraman. Pechka uchun yetarlicha toshlar bor. Tak hozir bitta yetadi, lekin 5 ta versta yasab yuborganim, yo 5 ta emas, 6 versta yasab yuborganim juda ham yomon ish bo'ldi. Oy Jetel, menga qara. Johar, nima gap? Uyingni qurdim, sen uyingni oldiga bormaysanmi? Senga uyingni ko'rsatishim kerak axir. Qara, yurtchi ko'rsatchi. Ortimdan keyin, mana qishloq chekkasidagi mana bu uy ko'ryapsanmi? Yo, rostdan shu meni uyimmi? Ha, shu sen uying. Yo, rahmat Johar, otangga rahmat. Sen juda ham zo'r odamsan. Mana shunaqa yaxshiliklar qilib turasan. Senga juda ham katta rahmat. Ha, arzimaydi. Agar yana yordam kerak bo'lsa aytaversin, tushundingmi? Bo'ldi, gap yo'q, aytaman. Johar, senga vobshe katta rahmat aytmoqchiman. O'zi ham shunday katta rahmat aytamanki, katta rahmat aytaman. Ha, bo'ldi. Bunaqangi maqtab olishing shart emas. Qarochi bu yerda ichida yotoqxona, boshqa narsalaringni o'zing olib kelib qo'ya olasanmi? Yordam bersang juda ham zo'r ish bo'lardi lekin. Ha, mayli, yordam beraman. Mana bu narsalar kerak bo'lib qolishi mumkin senga. Menga vobshe kerak emas. Shu narsalarni olib qo'ygin, mayli. Mayli, ber, olib qo'yaman, kerak bo'lib qoladi. Ha, bo'ldi. Qarochi yana kerakli narsalar bo'lsa aytasan, ha? Bo'ldi, aytaman Johar, rahmat senga. Arzimaydi. Qarochi obunachilar, kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.